Yaxshimizlar ko'pchilik. Bugun men sizlarga Nashbit pulosniki ajoyib yeyish bo'lgan tayyorlash usulini elib keldim. Oldi bilan 1,5 kilogram kala go'shtni o'rish cho'nlig'ida to'g'rab bir qachchiq silib, ustiga sovuq suv quyib, bir qoshiq tuz silib 10 minut tamlantirib olamiz. Sizmi puloni o'xshitib etishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, filmni qaytlab ko'rib chiqing. Ya'ni 100 gram quyruq mayni danchiqib to'g'rab, 1 kilo 8 gram savizni qalamchi qilib, bir vash boshpazini shilib to'g'rab olgandan keyin 3 dona nashbitniki ichidagi uruqni elib etib tayyorlab, ya'ni 2 kilogram go'shtni sovuq suv bilan qayta pokiz yuvib tayyor qilib, to'g'ralgan go'shtni suv qaynashdan burun silib, qaynaganda ko'pikni elib etib suzib olib, orqadan seriq qichimaydi. Qozonga 6 gram quyib, bosh piyoz, zanjivil, oshko'kidan bir vaqlan silib, sag'atib, mayni tamlantirib suzib olib etib, quyruq may, bosh piyozni silib, sag'aganda tayyor qilib olgan go'shtni silib, ya'ni bir oz tuz silib aralashtirib, tayyor qilib olgan savizni silib, bir oz aralashtirib, tuz solamiz. Tuzning miqdori 40 gramdan 50 gramgacha bo'ladi. Ya'ni suvdan 2 kilogram quyib, qaynaganda tayyor qilib olgan nashbitni silib, tuvoq nepib 10 minut dumlab ta'min chiqarib olib, nashbitni elib etib, sho'rpisidan yarimchini elib olib, yuvalgan go'shtni ratlik silib, o'ttirni biroz echib etib, tuvoq nepib, normal o'tda 15 minut dumlab, tuvoqni echib, surat ko'rsatilgan bo'yicha go'shtni tekshib o'rib, cho'kulan tush geçip elib olgan sho'rpisini qo'yib, go'shtni yaxshi damigiz uchun ustini sipab, tayyor qilib olgan nashbitni besib, tuvoqni yepib, o'tiral o'tda 10 minut, bo'sh o'tda 10 minut dumlab poloni pishirib, ustidagi nashbitni elib, saviz bilan go'shtni aralashtirib, taqsib usib, ustiga nashbitni besib tayyorlasak bo'ladi. Sizningmi polo etishni o'rganib, maxsus poloxona ichib, iqtisod kirim qilishni o'ylashgan bo'lsangiz, yurak verib qo'shilib mendan haqsiz maslahat so'rang.